Barchaga assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Pedro va bugungi videomizda orqamdagi parkurdan bor yo'g'i 5 tagini o'rnish bilan o'tamiz va o'tgandan so'ng ana bu qasrni yo'q qilamiz. O'tolmasak video tugaydi. Yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Birinchi raund. Oson parkur. Okey. Hozir bilan buni ishlatyapman. Qarayto'yla. Yo'q, mana bu ikkinchi raund. Ko'rinmas parkur. Ikkinchisi ham bu. Ikkinchisi mana. Okey. Uchinchi raund. 4 blokdan saqlash. Uchinchi raundga ko'rilsak kerak demoqchi edim, lekin bitta o'tib qo'ydim. Demak bizda hali ham 5 ta jon bor. 4-chi raund. Neo saqlash. Mana bu yerda nolani qo'yapmiz. Oppa! Sol ko'rsaydi tushib ketadim lavaga. Endi yo'lga oddiy parkur. Sol ko'rsa tushib ketadim. Oddiy parkur va dropper. Oxirgi raund. Stelka qaragan joyga qadab saqlaymiz. Wow. Bu yerdan obuna bering. Bo'ldi. Barcha mehnatimiz uchun obuna bo'ling. Bunaqa ko'p videolar hali oldinda. Aytgandek, qasrni potlatamiz qani. Ketdi. Va xuddi shu joyga stop. Mening bitta ham jonim ketgani yo'q. Lekin bu like va obunaga arziydi. O'sha uchun shunaqa videolardan ko'p xohlasangiz, tezroq like va obunani bosib qo'ying. Hoppa, mana aytgandek qasrdamiz. Ana endi buni potlatamiz. Mana ichini polni tenta bilan ko'paytirib qo'yib chiqaman va buni potlatamiz. 3, 2, 1. Uzoq qolamiz. Potlash qattiq bo'ladi. Yo. Qanday qilmadimi? Yo. Hatto kishi yo'q edi. Yo, bu aniq like arziydi. Yo. Bular yo'qolmasa yo'q. Yine böyle kapatmak için bunu da yapalım. Kill. Şey. Böyle. Yani kopyanı yok. Ya. Bak kullanımı böyle iş nasıl yani. Barchaga tomosha uchun rahmat. Kelasi videolarda uchrashguncha xayr deb qolamiz. Bunaqa videolardan ko'proq chiqishi uchun like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Barchaga xayr do'stlar.